Nima uchun ayrimlarni qon bosimi ko'tariladi, ayrimlarniki teskari qon bosimi tushib ketadi? Kayfiyati zo'r bo'lsa, issiqligi oshib ketadi. Ya'ni o'ynaydi. Bu narsa odamning kayfiyatiga bog'liq. Men sanchish bo'yicha mutaxassis bo'ldim. Sudjuk degan. Oh dedim, endi kayfiyati bo'yicha to'g'rilash kerak, odamlarga yordam berish kerak dedimda, kayfiyatni bizada kim boshqaradi? Qaysi mutaxassis? Bugungi mavzu juda ham qiziq mavzu. Bu bizni nima deydi, tuzilishimiz haqida. Odam nimalardan iborat va dard qayerda boshlanadi? Mana qarang. Mana piramida 4 ga bo'lingan. Birinchisi tana, ikkinchisi energiya, uchinchisi kayfiyat va to'rtinchisi ong. Bu degani odam tanamiz bor. Tanamizda odamning bu birinchisi tana, energiyasi bor. Ya'ni bizni tushunarli qilib aytganimizda issiq mijoz, sovuq mijoz deydi. Ha? Mana bu odamning energiyasiga bog'liq. Uchinchisi odamning kayfiyati bor va to'rtinchisi odamning ongi bor. Endi shu 4 ta narsani tushundik, endi dard bo'yicha gaplashamiz. Qaranglar. Odamni dardi tanasida nima deydi, amalga oshadi, tanasida o'zidan belgi beradi. To'g'rimi, yo'qmi? Qon bosimi chiqadimi, sahr bo'ladimi, oshqozonda yarasi bo'ladimi, allergiya bo'ladimi, greja bo'ladimi? Xullas kalom, dard tanada bo'ladi. Tanada dard bo'lgandan keyin biz kimga boramiz? Shifokorga boramiz. Shifokor tanamizni yaxshilab davolaydi. Tabletka bilan, ukol bilan, osma ukoli bilan operatsiya qiladi, tikib tashlaydi, olib tashlaydi, to'g'rimi yo'qmi? Tanada. Men shifokor bo'lib 15 yil tana bilan ishlaganman. Bir kuni qiziqdim, nimaga odam o'zi umuman kasal bo'ladi? Nima uchun ayrimlarni qon bosimi ko'tariladi, ayrimlarniki teskari qon bosimi tushib ketadi degan savollar tug'ildi-da, ana shu yerda mijoz haqida gapirila boshladi. Ko'p qand diabeti bor odamlarda mijozi issiq bo'ladi. Ko'p, hammasida emas, lekin ko'pchiligida. Endi demak, mijozidan dardi boshlanadigan bo'lsa, demak birinchi navbatda mijozini to'g'rilash kerak degan fikr keldi. Keyin so'radim, to'xtanglar, bu mijoz darajasida nima ishlanadi? Qaysi turdagi yordam bor dedimda, shifokorlar tarafidan mijozida, energiyasida ishlaydi mina sanchiydigan doktorlar, igloterapevtlar. Xalqda esa kufsuflar. Ya'ni yoki ana bu odamning biopoliyasini qo'li bilan to'g'rilaydiganlar, bu odamning energetikasini joyiga qo'yadigan insonlar. Mina bilan ham ana shuni joyiga qo'ysa bo'ladi. Demak, tanadagi muammoni tanada hal qilsa bo'ladi. Dori-dormon, operatsiyalar, buni shifokorlar qiladi. Lekin tanadagi muammoni odamning energiyasi buzilganidan boshlanadi. Ya'ni sovug'i ko'payib ketadi yoki issig'i ko'payib ketadi, namligi ko'payib ketadi, quruqligi ko'payib ketadi degan narsalar bor mijozida. Ana shu narsa o'zgaradi. Shu narsa o'zgarsa, odamning tanasida muammo hosil bo'ladi. Shuni tushungandan keyin bordimda, nina sanchish bo'yicha kurslarga borib, malakalar oshirish institutlariga borib, ana shu nima deydi, nina sanchish bo'yicha mutaxassis bo'ldim. Sudjuk degan. Sudjuk bu Koreya, Janubiy Koreya uslubi bo'yicha shaxdagi Pak Jivu degan buyuk bir inson bor, shu o'ylab topgan yaxshi, qiziq metodika bor. Ana shu narsani o'rgandim.
va odamlarni nina bilan davolay boshladim. Ilgari dori bilan davolagan narsamni endi nina bilan davolay boshladim. Bir qiziq nima deydi, voqea bo'lgan. Oldimga bir yosh ayol keldi. Uni bronxalni astmasi bor ekan, ya'ni nafas yo'li siqar ekan. Qarang, juda ham qiziq narsa. Nafas yo'li qisadi. Bu ko'pincha allergiyadan ko'pchilikda bo'ladigan narsa. Dard. Lekin bu ayolda xursand bo'lganidan bo'lar ekan. Tasavvur qiling, qattiq xursand bo'ladi-ku, xursand bo'lganida g'iq qaytib nafasi siqar ekan. Qiziq bo'ldi. Men eshitib gaplashib o'tirib, oxir gaplashib shu diagnozni qo'ydim. Ya'ni xursandchilik bu issiqlik. Xursandchilik bu issiqlik. O'zini bu ayolning tanasida issig'i ko'p. Buni qanday bildim? Issig'i ko'plarda energiyasi ko'p bo'ladi, kuchi ko'p bo'ladi. Bu naqaga qatnashgan, sportga qatnashgan, 32 yoshida turnikda 20 marta tortiladi. Tasavvur qiling, 60 marta poldan ajmatsiya qiladi. Ayol kishi, ikkita farzandi bor. Ishonmadim. Bo'lish mumkin emas desam, shunday polga yotadi, tez ajmatsiya qiladi. Bo'ldi, ishondim dedim. Tasavvur qiling. Demak, men o'yladim. Demak, buni issig'i ko'p. Ikkita farzand, ikkalasi ham o'g'il. Keyinchalik bu mijoziga ham bog'liq. O'g'il qiz tug'ilishi. 100% bo'lsa, lekin 90% shunga bog'liq. Keyinchalik o'yladimda, boyaga diagnoz qo'yapman. Nima uchun bronxalni astma bo'lganida, qattiq xursand bo'lganda nafas yo'li qisadi. Chunki o'zi issig'i ko'p. Yana xursandchilikda yana issiq ko'payadi. Agar xona yana issiq bo'lsa, hamma issiqlar ko'payib ketgani uchun odamda hamma narsa me'yoridan oshib ketsa, ziyoni yetadi. Shuning uchun me'yoridan oshib ketayotgan paytida, ziyoni yetadi degan paytida kompyuter ong osti avtomatik rejimda qip aytib buni nafasini siqadi. Qip aytib to'xtar ekan, bechora boya nafas ola olmaydi, yugurib ko'chaga chiqib ketaman deydi, sekin o'zimga kelaman deydi. Shuning uchun xursand bo'lishga ham qo'rqaman Shavkat aka deydi. Bu dedim. Keyin nenani sanchiy boshladim. Shunday nuqtalari bor, tanadan issiqlikni chiqarib yuboradigan, shunday nuqta bor, tanaga salqinlik kirgizadigan, sovuqlik kirgizadigan. Ana shu nuqtalar bo'yicha ishlay boshladim. Bu yozni chillasida bo'layotgan narsa. Bir kuni qarasam, ustiga jembir kiyib kelyapti. Tinchlikmi desam, Shavkat aka, kechasi bilan sovqiyib chiqyapman. Bugun ham sovqiyapman, kunduzgi ham sovqiyapman. Ko'chada 42 gradus kiyib kelganda, dedim, men aytdim. Unga aytmayapman. Demak, buni naqasini ko'tara bildim, tanasidagi sovuqligini ko'tara bildim, issiqligini kamaytira bildim dedimda, yana 5 kun davoladimda, uni qo'yib yubordim. 2 yilgacha qancha xursand bo'lsa ham nafasi siqmadi shu qizni. 2 yildan keyin menga telefon qilyapti bir kuni. Qarasam, chet eldan telefon. Gaplashsam, Shavkat aka, esingizda bormi? Men sizga qatnagandim. Ha, esimda bor. Mana 2 yilga yetdi, yana nafasim siqishni boshladi dedi. Unday bo'lsa dedim, qayerdasiz dedim. Faloncha davlatdaman dedi. Shu yerda ko'chib ketib yashayotgan ekan. Bo'lmasa igloterapevtga borib, bunaqa deb ayting dedim. U tushunadigan bo'lsa sizga birdaniga to'g'ri ham qo'yadi dedim. Xo'p Shavkat aka dedi, bo'ldi, shu bo'yicha boshqa eshitmadim. Bu degan so'z, mana bu shifokor to'g'ri yana qo'yib, uni qaytadan sog'ligini, issiqlik sog'lik balansi joyiga keltirgan. Men aytmoqchimanki, tanadagi dardlarni shifokor bo'lib 15 yil davoladim. Dori-darmon, ukol, operatsiya orqali. Lekin shuni o'zini energiya orqali ham davolasa bo'lar ekan. Boya aytganda nina sanchish yo'li bilan. Endi qarang. Ninani sanchiydi qachon mijoz naqalari tanasidagi energiyasi issiq, sovuq, quruqlik, suyuqlik deganday, sovuqlik deganday o'ynab ketsa. Shuni me'yorga yetkazadi nina orqali. Lekin nima uchun odamning energiyasi o'ynab ketdi degan savoliga javob qidirsak, bu odamning kayfiyatiga bog'liq ekan. Kayfiyati tushib ketsa. Men Shavkat Ibragimov, shifokorman. Mana 20 yildan ortiq psixologiya sohasida xizmat qilib kelyapman.
Toshkent shahrida 7 kunlik dars o'taman. Kelib bemalol ana shu darslarni o'tib ilm olishingiz mumkin. Yoki kimga kelish noqulay bo'lsa, onlayn darajasi sifatida ham dars o'taman. Pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilib, yaqin orada qachon darsimiz bo'lishini bilib olib qatnashishingiz mumkin. Odam sog'lig'i oshib ketadi. Kayfiyati zo'r bo'lsa, issiqligi oshib ketadi. Ya'ni o'ynaydi. Bu narsa odamning kayfiyatiga bog'liq. Dedim, endi kayfiyati bo'yicha to'g'rilash kerak, odamlarga yordam berish kerak dedimda, kayfiyatni bizada kim boshqaradi? Qaysi mutaxassis? Psixologlar albatta. Borib psixologiyani o'qidim, ikkinchi kasbim qilib. Yaxshilab o'rgandim va kayfiyat tarafidan odamlar bilan ishlay boshladim. Zo'r natija olyapman. Undan keyin savol tug'ildi. Nima uchun bir xil hayotiy vaziyatda bir xil odam qattiq azob chekadi, tushkunlikka tushadi, ikkinchisi 1-2 kun undan keyin tushkunlikka tushmaydi dedim. Masalan, yaqinlarni yo'qotganda, dadasini, onasini, buvisini, yo'qotganimizda bir xil sharoitda, 2 xil odam, 2 xil munosabatda, ikkalasining pozitsiyasi bir xil, ikkalasi ham opa-singillar. Onasi qaytish bo'ldi, dadasi qaytish bo'ldi, lekin bittasi tushkunlikka tushib ketadi, 1 oy, 2 oy, 1 yil, ikkinchisi 3 kun, 4 kun bo'ldi, tushkunlikka ham tushmaydi. Nima uchun degan savol tug'ildi. Nima uchun bir xil hayotiy vaziyatda kimdir tushkunlikka tushadi, kimdir tushkunlikka tushmaydi dedim. Bu narsa nimaga taqaladi? Bu narsa odamning ongiga taqaladi. Odamning ongiga taqaladi. Bu degan so'z odamning kayfiyati odamning ongiga bog'liq ekan. Ongi degani nima degan? Odamning hayotida boyaga yo'qolish bo'ldimi, yaqinini yo'qotdimi, dadasinimi, onasinimi, kimdir tushkunlikka tushib, yig'lab, o'zini bilmasdan qon bosimi chiqib ketgan, qand diabet ko'tarilib ketgan, qandi, Ikkinchisi esa singlisimi, akasimi. Bu hayot. Tug'ilgan odam har bittasi ketadi, qaytdi. Shuning uchun buni borligicha qabul qilishadi. Ya'ni ongli ravishda hayotidagi bo'layotgan muammoga to'g'ri munosabatini bildirib, kayfiyati o'zgarmaydi. Kayfiyati o'zgarmagandan keyin energiyasi, mijozi o'zgarmaydi. Mijozi o'zgarmasa, tanasi soppa-sog' bo'ladi. Demak, odamni ongini joyiga qo'yish kerak ekan. Odamning tanasi sog' bo'lish uchun birinchi navbatda odamni ongini joyiga qo'yish kerak. Ongini joyiga qo'yish kerak degani nima degan savol tug'iladi. Bu degan so'z hayotimizda bo'layotgan, kundalik hayotimizda bo'layotgan hamma narsaga, voqealarga, o'zingiz hayotingizga, sog'lig'ingizga, hamma narsaga munosabatingiz to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri degani nima degani? Degan savol tug'iladi. To'g'ri degani hayotda to'g'ri va noto'g'ri degan narsa bor. Bizlar xolasak ham, xolamasak ham. Farqi yo'q, bizlar qayerda yashaymiz. Dunyoning nari chetidan, bu chetidami? Hamma yerda bir xil. Odam bolasi uchun bir xil narsa. To'g'ri narsa, noto'g'ri narsa. Keling shuni qisqagina aytib o'tib ketay. To'g'ri narsaning kelajagi bor. Noto'g'ri narsaning kelajagi yo'q. U nima degani? O'g'irlik qilgan odam kelajagi yo'q. Chunki har doim hayiqib yuradi, qo'rqib yuradi, ertaga qo'liga tushaman deb. To'g'rimi, yo'qmi? Uning kelajagi yo'q. U har doim stress holatida yuradi. Shuning uchun uning kelajagi yo'q. To'g'rilik qilgan, o'zgaga yordam bergan odam xursand, chunki u ham xursand, bunga ham ishi yurishdi, bunga ham rahmat dedi, bu ham pozitivda. Buning kelajagi bor. Yaxshilik, to'g'rilik, noto'g'rilik degan narsa bor. Xo'pmi? Keyin pozitiv, negativ degan narsa bor. Odamning ongidagi ilmi uning hayotida bo'layotgan narsaga pozitiv qaraydimi, negativ qaraydimi, ana shunga olib keladigan narsa ongdagi qalb ilmidir. Hozir eshitdik, Shavkat aka, bu qalb ilmi nima deb yana savol berasiz. Xullas karom, kirib ketaveradigan ilm
ongidagi qalb ilmi juda ham chuqur narsa. Aql ilmi bor, qalb ilmi bor. Odamning tanasi bor, odamning joni bor. Jonida qalbi bor. Joni keldi, ketdi, kirdi, chiqdi. Tanasi qora yerdan yaratildi, ertaga yana qaytib qora yerga boradi. Shuning uchun tanamizda aql bor, miya bor, miyada aql bor, aqlda aql ilmi bor. Jonimizda qalb ilmi bor. Ana shu ikkita ilmni ajratib olsangiz, ong degan nima degani degan savolga sal javob topa boshlaysiz. Qaytaraman. Odamni aql ilmi bor, qalb ilmi bor. Aql ilmi bor, qalb ilmi bor. Aql ilmi fizika, ximiya, matematika, sizni o'rgangan kasbingiz, hamma narsa, biznes, hammasi bu aql. Qalb ilmi bor. Qalb ilmi bu tarbiya. Ibo, hayo, uyat, andisha, vijdon degani. Shuning uchun aytadi, olim bo'lmaginu odam bo'lgin deydi. Odamiylik kelajagi bor. Odamiylikning kelajagi bor. Shuning uchun birinchi navbatda odam bo'lish kerak. Yo'q, Shavkat aka, ilm ham kerak deysiz. Ilm juda ham kerak. Lekin ilm bu qurol. Qurolni yaxshilikka ishlatasizmi, yomonlikka ishlatasizmi? Bu odamning ibo hayosiga, vijdoniga, harom halolni tushunishiga bog'liq. Ilm kerak albatta. Lekin ilm qalb ilmisiz, odamiyliksiz bu juda ham xavfli narsa. Shuning uchun mana bu narsa kerak. Unda so'rashingiz mumkin. Qalb ilmi bu nima deb so'rashingiz mumkin. Endi bu mavzularni Xudo xolasiga darslarimizga kelasiz, ana unda uni chuqur tushunib olasiz. Xo'pmi? Shuni chuqur tushunib olsangiz, ongingiz sokin bo'ladi. Qalbingiz sokin bo'ladi. Tinch uxlaysiz. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Hammamiz hayotimizda baxtli bo'lishni xohlaymiz. To'g'rimi, yo'qmi? Baxtli bo'lishni xohlaymiz. Sog'lom bo'lishni xohlaymiz tanamiz. Baxtli bo'lishimiz faqat qalbimizda bo'la olamiz. Baxtli bo'la olamiz. Aqlda, mantiqda odam baxtli bo'la olmaydi. Bo'ladi 5 minut, 1 minut, bir kun yoki. Lekin abadiy baxt odamning qalbidadir. Odam baxtni sezadi qalbi bilan, aql bilan emas, mantiq bilan seza olmaydi baxtni. Odam qalbida baxtiyor bo'ladi. Shuning uchun qalb ilmini o'rganish kerak. Qalb ilmini o'rganish kerak va shu orqali odam hozirgi boringizga shukr qilib odam baxtli bo'la oladi. Bu juda ham oson narsa. Baxtli odamni qon tomirlari qo'yib yuboradi. Chunki jahli chiqqan, birovga kek saqlagan, jahli chiqqan, birovdan xafa bo'lganlar bor-ku, har doim qon tomiri siqilib yuradi, ular stress holatida yuradi. Lekin qalbi ilmini olsangiz, nafaqat odam baxtiyor bo'ladi, balkim qon tomirlari ochiladi. Ana bular bor-ku, ularga nisbatan munosabatingizni mutlaq o'zgartirib yuborasiz. Xafa bo'ladigan, sizni xafa qilgan odamlar bor-ku, munosabatingizni o'zgartirib yuborasiz. Munosabatingizni o'zgartirdingizmi, ichingizga sokinlik kiradi. Sokinlik kirdimi, kayfiyatingiz ham bunday bo'ladi. Energiyangiz joyida turadi. Sog'lig'ingizga qon tomirlar zo'r ochildimi, qon aylanib, immunitetingiz ko'tariladi. Immunitet ko'tarildimi, dunyodagi eng zo'r shifokor bu sizning immunitetingizdir. O'zi ishlab ichingizdagi dardlarni hammasini yo'q qilib yuboradi. Faqat biz o'zimiz immunitetga xalaqit beramiz har kuni. Jahlimizni chiqarib, siqilib, bo'lar bo'lmasga yoki ko'p ovqat yeb yorib, bo'kib ovqat yeb, ichib, chekib, endi naqamiz tushirib yuboramiz immunitetimizni. Hech qanday dori har doim zo'r qilib immunitetni ushlab tura olmaydi. Xo'pmi? Shuning uchun yana qaytaraman, demak, tanadagi hamma dard odamning energiyasiga bog'liq. Odamning energiyasi kayfiyatiga bog'liq. Kayfiyat esa onga bog'liq. Ongimiz nima degani? Boya aytganday, qalb ilmi, aql ilmi. Mana shuni o'rganishimiz kerak. Mana shular haqida biz darslarda ko'p gapiramiz, kelib bemalol darslarimizni o'tib, chuqur
chuqur tushunchalar hosil qilishingiz mumkin. Uchrashguncha.